Assalomu alaykum do'stlar, qaysizlar? Xullas qiziqarli o'yinlarimiz davom etadi. Bu o'yinda ham bir o'ynab ko'ramiz va bu yerda nima qilish kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Xullas 4 tala insonni qutqarishimiz kerak ekan. Menimcha ikkita qiz va ikkita o'g'il bola. Xullas nima bilan bularni qutqarsak bo'ladi? Batafsil izohlarda o'zlaringning fikrlaringni ham yozib qoldirishlar mumkin. Keyin bunaqa o'yinlar sizlarga yoqadimi yoki yo'qmi, buni ham izohlarda batafsil yozib qoldiraverasizlar. Xullas bu insonlarni qutqaramiz. Bunga bu voy. Vattar bo'ldi-yu. Bunga soyabon beramiz. Bo'ldi, bitta insonni qutqarib bo'ldi hozir. Voy. Ikkita insonni qutqarib bo'ldik va ikkita insonni qutqarib qololmadik bu o'yinda. Yana boshqa taqib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Buni kimga berishim kerak men hozir? Menimcha bularga beraman. Voy, qutqardik. Bir zumda bitta insonni qutqarib bo'ldik. Soyabon esa albatta Wednesday. O'sha qizga qaranglar, mana shu qiz, mana shu bitta qiz Wednesdayga juda ham o'xshar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Rostdan o'xshaydimi yoki yo'qmi? Izohlarda o'zlaringning fikrlaringni yozib qoldiringlar. Wednesdayni o'ziga o'xshaydi ekan. Menimcha Wednesdayni qiyofadoshi bo'lsa kerak. O'sha kinoni ko'rgan bo'lsalaring kerak. Wednesday o'ynaydi-ku. O'shandagi qizchaga rosa o'xshar ekan. Skochmi? Skochni Mabunga beramiz. Uyda xato qildik hozir. Skochni unga berishimiz kerak ekan. Yutkazib qo'ydik. Qayta boshlaymiz. Boyagidek qilmaymiz, yutkazib qo'ydik boya. Qutqardik bir insonni, ikkinchi insonni ham qutqaramiz. Wednesday degan qizchani. Keyin esa skochni bilaga beramiz, okaga. Qarsalilarni qaranglar. Keyin esa bilaga beramiz. Bu yuving. Biz g'olib bo'ldik, yutdik. Sizlar mana shu o'yinni necha martada yuta olasizlar? Bitta urinishda yutasizlarmi yoki menga o'sha 2 yoki 3-chi urinishlarda yutasizlarmi? Izohlarda batafsil o'zlaringning fikrlarini qoldiringlar. Men sizlarga yaxshi ko'raman.